Amir avtosavdoda GMB tarixida hammaga birday yoqadi o. Malibu mashina sotuvga qo'yiladi. 2018-yil 61 kilometr masofani bosib o'tgan 2.4 atmosferli dvigatelda bo'ladi. Xo'p, mashina ponni primer qilingan, kraska holatlar 15% atrofida bor ekan. Balon holatlar yaxshi holat turibdi. Beskulchovoy do'stlar bor, salon holatini ko'rsanglar bo'ladi. Salonlar zo'r turibdi. Mana patologlar avtotikan qilingan, salonlar ko'jalari ideal holati, sveji, hech qanaqa urinib qolmagan. Xo'p, sizlarga qulaylik yaratish maqsadida pokoleniya propangarli установка qilingan italyanskisdan. Mashina texnik holatdan ham, kuzov holatdan hech qanaqa muammolar yo'q. Muhimi narxi chempion bo'ldi. Libo kanali ko'ringlar. Libo kanaldan shunaqa sotsialistligini biz aytgan narxi topsanglar gap yo'q. Mashina narxi vaqt zo'r bo'ldi. 2018 61 ming probeg 2.4 atmosferli ponni primer qilingan olib maza qilib haydashinglar uchun egalar bilan narxni o'tishi bo'lishi 18350 dollar baholandi. Kimga qiziq bo'lsa egalar nomerini qoldiramiz, telefon qilib baraka qilib olsanglar bo'ladi. Bunaqa narxlar faqat Amir avtosavdoda bo'ladi.